So'nggi yillarda mamlakatimizda yurtdoshlarimizning haj va umra safarlarini xavfsiz hamda munosib sharoitlarda amalga oshirishlari uchun barcha zarur imkoniyatlar yaratildi. Ushbu tadbirlar jarayoni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 7-iyunidagi haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida tartibga solingan. Shu bilan birga, maxsus litsenziyaga ega tadbirkorlik subyektlariga umra safarlarini tashkil etish huquqi berilgan va bu borada tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Afsuski, ushbu imkoniyatlardan foydalanib, haqiqiy safarlarni tashkil etayotganlar bilan bir qatorda ayrim hamyurtlarimiz qo'shtirnoq ichidagi soxta tadbirkorlar firibgarligiga uchrab, moddiy va ma'naviy zarar ko'rmoqda. Toshkent shahar Shoxontohur tumani hududida yashovchi fuqaro Karimov Toshkent viloyati Olmaliq shahar hududiga kelib, ushbu hududda yashovchi fuqarolarni haj va umra safarlariga yuborishini aytib, ularga o'ziga tegishli bo'lgan Toshkent shahar hududida joylashgan mas'uliyat cheklangan jamiyat orqali 20 ta yo'llanmalarni olib berishni va'da qilib, ushbu yo'llanmalar evaziga fuqarolardan jami 24 ming AQSh dollarini olib, ularni o'z ehtiyojlari yo'lida sarflab yashiringan. Hozirda Olmaliq shahar Ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'limi tomonidan fuqaro Karimovga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Jinoyatchi Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzurida tergov boshqarmasi ish yurituviga olingan. Hurmatli Toshkent viloyati aholisi, agarda siz yoki yaqinlaringiz haj va umra safarlarini amalga oshirishda ushbu shaxs yoki tashkilotdan jabr ko'rgan bo'lsangiz, Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasining 71 kodi bilan 762 20 24 shuningdek 102 qisqa raqamiga yoki hududiy ichki ishlar bo'linmalariga murojaat qiling. Eslatib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasi tomonidan umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish faoliyati uchun litsenziyaga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlari ro'yxati e'lon qilingan. Ushbu ro'yxat barcha uchun ochiq va istalgan vaqtda ko'rib chiqishingiz mumkin. Ogoh bo'ling. Ro'yxatda mavjud bo'lmagan tashkilotlarning umra safarlarini tashkil etishi qonunan taqiqlangan. Mehnatingiz evaziga topgan mablag'ingizni osongina firibgarlarga berib qo'ymang.